Xorazm bugun administratori, ajoyib bloger Karimov Karimboy. Xush kelibsiz. Hozirdan davom etollar, bali. Nechun bunday material qo'ydi? O'qatib beraman. Otib beraman. Ayniqsa Siz baribir davlat ro'yxatini o'tgan-ku, to'g'rimi? Xorazm bugun. Diplomi bor bo'lib turib, oddiygina Venachi medallar ham bor-ku, masalan. Ayrimlari prokurorning ishini biz tushunamiz-ku. Bog'chada ko'p videolar tarqalib turibdi, maktablarda. bizda 11 mi 12 dana tumanimiz bor. Hammasi 12 ga bo'lina olmayman-da. Shuni tushuninglar, o'zlarini ham tushuntirib aytaman. Birinchi kommentariylarni o'qiydim bo'pti. Bilasizmi? Yaxshi donim edi. Masalan, men bu kameralar ham bilinmaydi hech qaysini. Hozir yomonlasam, bu ham qo'shilib yomonlaydi, ular ham bor deyman-da. Meni mashinam chiqibdi. Abtosh aka, sen kimsan ya deydimi? Keyin Karimbazaning meni angsasidan deyapti, u birinchi xalqa. Xalqimiz doğrusu Akang kim edi, sen kim bo'lar eding? Shuning deyishimni tanamni tortib qo'ygan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Sizning uyatsiz vaynlarni, uyatsiz 18+ videolarni ko'rishini yo'lan qo'ymayman, sizlarni ham ishlattirmayman, to'g'risida. Xorazm viloyatida ko'pgina videolarimiz butun dunyo bo'ylab tarqalib ketdi va endi bu yer televideniyada u narsaga umuman yo'l qo'yilmaydi, uni yaxshi bilasiz. Oilaviy telekanal Sakis TV.